Hürmetli vatandaşımızın tötünüzü dikkat kılın. Cungo Taşkı İşler Ministeri Wang Yi, Cungo Janubi Dengizi qurilish qilishni to'xtatdi deb ko'rsatdi mavzuli xabar 8 ayning 6 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabarning ichida yana bir xabar. Kuala Lumpurda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari tashqi ishlar ministerining yig'ini mezgilida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry apandi Turkiya Cumhuriyatining tashqi ishlar ministeri bilan ko'rishdi. Bu Xitoycha yozilgan ekan, Turkiya Cumhuriyatining tashqi ishlar ministerining ismi Xitoychadan men to'liq tarjima qilolmadim. Shunga bu yerda tashqi ishlar ministeri Turkiya Cumhuriyatining tashqi ishlar ministeri deb oldim. Ko'rishdi. Turkiya Cumhuriyati yaqinda Amerika harbiy aeroplanlarining Suriyaning ichki qismidagi Islom davlat tashkilotining qurolli kuchlariga zarba berish harakatida Turkiyada harbiy baza ishlatishiga ruxsat qildi. Türkiye, Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiyada harbiy baza ishlatishiga ruxsat qildi. Buning uchun davlat ishlar kotibi John Kerry apandi Turkiya tashqi ishlar ministeriga qarshi olamiz deb ifoda bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasining bir nafar yuqori darajalik amaldori mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar kotibi John Kerry bilan Turkiya tashqi ishlar ministeri suhbat o'tkazganda, suhbat oxirlashib, Suriyada to'qinish oxirlashadigan shartlarni ishga oshirish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining tirishchanlik ko'rsatganligini aytishar edi. Suhbatdan burun Turkiya tashqi ishlar ministeri mundaq ko'rsatgan. Suriyaning mo'tadil o'qituvchilarini tarbiyalash va qurollantirishni boshladik. Biz tez arada İslam Devlet Teşkilatı'na önümlü zarb bermiz. Dikkat vatandaşım. Söhbetin burun Türkiye Tashqi ishlar ministeri mundaq ko'rsatgan. Suriyaning mo'tadil o'qituvchilarini tarbiyalash va qurollantirishni boshladik. Biz tez arada İslam Devlet Teşkilatı'na önümlü zarb bermiz. Türkiye Cumhuriyeti o'tgan hafta Suriya chegarasidagi İslam Davlat Tashkilotiga havo hujumi qo'zg'an edi. Bu harakat Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llashiga erishgan edi.